keyingi yillarda yurtimizda diniy sohada juda ulkan islohotlar amalga oshirilyapti. Jumladan yurtimiz fuqarolarini haj umra ziyoratiga borishlari uchun keng imkoniyat yaratildi. Haj kvotasi oshirildi, umra kvotasi umuman olib tashlandi. Mana bu mo'min musulmonlarimiz juda quvontirayotgan bo'lsa, yana ushbu farmonda ko'zda tutilgan bir jihatiki, Bahovuddin Naqshband ilmiy tadqiqot markazini tashkil etilishligi ham juda ham bir yangi bir ish bo'ladi. Chunki bu zotni dinga qo'shgan xizmatlari, umuman mo'min musulmonlarning axloqini, odobini shakllantirishlikda tasavvuf yo'nalishining o'rni juda ham beqiyos. Biz buni juda ham yaxshi anglaymizki, demak buni xalqimizga yetkazishlik, yoshlarimizga yetkazishlik, ilmni, dinni, ilm, ma'rifat, axloq, odob dini ekanligida tasavvuf ta'limotning o'rni juda ham yuksak. Shuning uchun bu tadqiqot markazini amalga oshirishligi kelajak avlodga mana shu ta'limotni naqadar insonparvar dinimizni mana shu jihatlarni bayon qilishlikdagi juda katta xizmatlarni amalga oshiradi deb o'ylaymiz. Qolaversa, bu farmon tufayli fuqarolarimizni vijdon erkinligini ta'minlash, ayniqsa dinlar aro, millatlar aro totuvlikni, bag'rikenglik tamoyilini yana ham mustahkamlashlikda o'z o'rni bor deb bilamiz. Bilamizki, bizning yurtimiz ko'p millatli xalq, bir nechta konfessiyalar bevosita faoliyat olib borayotgan yurt. Alhamdulillah, bizning yurtimiz qadimdan bag'rikeng, mana shu dinimizni bag'rikenglik jihatini bizni yurtimiz fuqarolari o'ziga kasb qilgan desak xato bo'lmaydi. Chunki tarixdan ma'lumki, mana shu ko'p millatlik xalqlarning o'rtasida biror bir diniy nizo chiqmagan. Alhamdulillah, bugungi kunda butun dunyo bizdagi diniy bag'rikenglik, millatlar aro totuvlik masalasida biz uchun bir o'rnak sifatida o'ziga qabul qilyapti. Va o'ylaymizki, ushbu farmonda shu masalalarni ham ko'tarilishligi kelajak avlodimizni, yoshlarimizni o'zaro o'zga dinlarga bo'lgan munosabatini yaxshilash, dinlar aro, millatlar aro totuvlikni ta'minlashda juda ham salmoqli o'rinni egallaydi deb o'ylaymiz.